Toshkentlikmisiz aka? Voy aka, Toshkentni Kindudanman u. Sherri rashkini keltiraman deb qo'ylarga qarash nechi pul bul. Chunosiz aka. Hidi kelyapti, Magicga. Ha? Ha? Ada, men bugun uyga bora olmayman. Radnoyimni topib oldim jalla. Yemi? Kiymasang ham menga giyala ketsang tashab qo'y. Qiydaliging bil o'tirayman seni. Hamsoya, tayyor bo'lib to'xtang, bitta joyga raketa uchirish kerak. Tushundingizmi? Aka, adam vashshi meni maziga qo'radilar, chunosizmi jalla. O'tga borsam, bo'tga borsam, mamlaqa qilsam gapirib tashlayveradilar. Bitta hamsayamiz ham bor bizdan. Uyga kelaveradi pastdan, chunosizmi? Senmi meni o'g'lim buzib yurgan? Yo'q, o'zi keldi oldimga, taniymanmi o'g'lingiz? Mehmonmisan? Ha, mehmonman. Yurg'an o'ya, gap bu. Sen arqamdan yur, tushundingmi? Zokir, ki bacham, ki, asal bacham, ki. Uy, san. Ham sen uni urmang, mehmon. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qani kiring qaniymi? Endi jiyan, mana sen normalni bachaga o'xshayapsan. Soching o'sgan emas, usti boshing normalni. Nimaga bizni bacha bunaqa? Magic o'zi yaxshi joy. Tashqarida tikib bolalar bordi, o'shani tarbiya olib qo'ygan bolangiz. Ana, Magic dedi. Mana seni gapirishing normalda, jiyan. Nimaga meni bacham bunaqa gapiradi? Gapir bitta. Nimani gapirtiryapsizlar-da jalla? Mana, ko'rdingmi? Toshkentda hech kim adasi gunoh gapirmaydi, aka. Bu endi qanaqadir videolarni ko'rib, qabristonskilardan tarbiya oldi-da. Ana, qabristonskilarga qo'shilgan o'g'ling. O'g'lingiz suyagini abdini go'shini abdini qilaman. Ber aka. Men qarajiyan, sana mana unaqa beqiliq raqslardan qilib bilasanmi, o'ynay bilasanmi? Aka, erkak kishini o'ynagani, o'lgani men o'ynamayman. Malades. Endi bizni bachaga qara, menga qara. Tuva qildim. Jilli bu, jilli. Ruxsat bering. Bitta o'g'lingiz iltimos, maylimi? Nima deysiz sen? To'g'risi ham sen o'zim yomon urasim kelyapti. Mayli, mehmon hurmati bor. Sosin bitta. Davay. Yaxshi. Ichiga uring, ichiga. Ismat! Tinchligingizmi? Vaqir etib kelding. Menga qara Ismat. O'g'lingni yana bir marta o'yim tegida ko'rsam, oyog'ini urib sindiraman. Tushundingmi? Nimaga? Tinchligingmi o'zi? Ochiqroq gapirgan. Sani o'g'ling meni qayni singlim bilan o'y tegida sevgi o'ynab o'tiribdi. Necha marta ko'rdim. Jillimisan? Meni o'g'lim yo'q-ku. Qayerda o'g'ling? Rossiyada 3 oydan beri. Ya, unda bu kim bilan sevgi o'ynayapti? Men deyman, o'zingdan so'ra. Siz kim bilan sevgi o'ynayapsiz? Bilmayman, men ham ko'rmadim. O'yingda yana kim bor? Uyimda dadam bu, tamam mana. Ayni yosh katta odam bilan yurmasa kerak. Menga qara Ismat, kecha ham keldimda aytib ketdim, to'g'rimi? Yana izla sani o'yinga kiradi. Kim bo'libdi? Men qayerdan bilay? Aytdim-ku o'g'lim Rossiyada deb. Menga qara aldi o'tirandirsan, o'g'ling uydadir. Kunda telefon qiladi Rossiyadan, qanday aldiydi? Menga qara, unda meni qayni singlim bilan kim ko'rishadi har kun? Izlash kerak o'tiribdi. Men qayerdan bilay? Sani o'yingda yana kim bor? Dadam, men, boshqa odam yo'q. Dadang? Ha. Dadang bor etimmikan yo'q? Dadasiz boryapsizmi uyga? Yo'q, men borganman, yo'q. 80 yoshlardan qanday boradi, yilgimsan? Borani bilanim ichi. Menga qara, men baribir unga aytaman, tushundingmi? Shu siz pocham bilib qolsalar o'ldiradilar-da. Bizani sevgimizga pocham qarshilar. Ha, tutdimmi? Amaki, shu yoshingizda uy olmadingizmi? Ha? O'g'lingiz Ismat endi qanday bosh ko'tarib yuradi qishloqda? Ismat? Ondan keyin kecha pul tashagandim-a Wi-Fi'ga. Bundan keyin Egasi keldi. Ey, to'xta ber aka. To'xta. Tutdimmi? 2 kundan beri uyim tekida nima qilyapsan, ha?
ana Wi-Fi'ingizda ularni PUBG Mobile o'ynaytiramiz amaki. Siz Wi-Fi zakon ishlaydi. Ha, qotmaydi. Nima u PUBG Mobile? PUBG Mobile nimaligini bilmaysizmi? Yo'q. PUBG Mobile zo'r o'yin. Hozir uni 3.9 versiyasi chiqqan. Ana Transformerlar bilan hamkorlik. Nima bilan? Ha, Optimus Prime yoki Megatron bo'lib o'ynasa bo'ladi amaki. Undan tashqari arenalarda jang qiladi. Keyin energion to'playdi, robotlarni kuchaytiradi va super kuchlardan foydalanadi. Yana Neon Force qo'shilgan. U yerda robotlar, portalli arenalar va kelajak texnologiyalari bor. U yomon emas, zo'r-ku. Bu hali hammasi emas, yangi takomillashgan kosmik hoverboard ham qo'shilgan. Uni minib arenada uchish mumkin. Hoverboard? Havo filmlardagidek yana 10-iyuldan boshlab mumiyolar qutisi qaytdi. U yerda yangi Polar Spectre muz kostyumi, avtomatli mumiyo va boshqalar bor. Amaki, hammasi yana oldingidek, faqat hozir kuchli va zo'rroq. Tushundim, hay, zo'r ekan. Menga ham ulab beringlar, sketchat qilib beringlar, hay, PUBG Mobile. Ya, sizlar nima kerak amaki? Siz ham sketchat qilib bersak, keyin Wi-Fi o'g'lanasiz. Wi-Fi'da 3 kishi o'ynasa, keyin bizlar qotadi, bo'lmaydi. Undan ham gurlar. O'zim Wi-Fi'm-ku. Hay, nima qilasiz o'zingizga bo'lsa? Tur yo'qa, uyim tekla qaytib ko'rmay. Tur yo'qa. Ket. O'zim ham sketchat qilib bilaman. Jona, kelinman uying tagiga. Chiqasanmi? Ehtiyot bo'ling, yana hamshalar ko'rmasa, men ham chiqaman hozir. Ha, tamom, tamom. To'xta. To'xta urma, to'xta. Amaki, hammasi tushuntirib beraman. To'xtang, amaki. Hammasi tushuntirib. Hammasi tushuntirib. Nima banan usta? Qizchang bo'lib kelgandim. Endi uka, hozir uchastkoga chaqiraman. Seni shaxsingga oydinlik kiritamiz. Sen o'g'rimisan, to'g'rimisan, qiygansan, bilmayman men, to'g'rimi? Qiymasan qamataman. Tushundingmi? Qiyra qochibdi. Kameraga tushding-ku. Ey bachalar. Hamsoya, bachalar nima yeyish biladi, bunga qarash keladi, jillesidan qirab. Shu Roman hamsoya. Bular kimni qizini yoniga kelganmi? Nimaga kelding o'z bizga qishloqasan? O amaki, men qiz yoniga kelganim yo'q. Bizlar yoshmachalar bizlar. Ana shunday aldama bizlar, aldama. Sizlar biratga, bizlar ham erkak, sen ham erkak. Biz ham sen yoshingda ana shu qizlar uyga bor edi. To'g'ri. Shuning uchun aldamada kimni qizini yoniga boruvding? Kimligini ayt bizlar, to'g'ri. O'zing hech kimga aytmaysizlarmi? Nimaga aytamiz? Qishloqqa Ismat Churdikovlar bor ekan. O'sha qizlarning yoniga keldim. 2 yildan beri allab pullarni olib so'qib yuribman. Mana hozir to'lgan kunim iPhone to'lib berdi 2 kun oldi. To'xta. Sen urma. Oxirigacha ishtaylik keyin. Dadasi shunday lo'q. Kontraktlarim pulni to'lab beribdi. O'zi bera kelishimdan maqsad uyini kirishga keldim. Uyini oltinga o'tkazaman. Mazza qilib yashayman keyin. Ha, endi jiyan qizchangni olib beraman, uying yetini qo'lingga olda, uyingdagilarga telefon qil. Uylaringni yaxshilab tozalab, hamma qarindoshlaringni chaqirib qo'ysinlar. Qaymi? Bitta soat 4 ta sizni chiqaradilar. Nimaga? Endi jiyan ana qizchang dadasi bor-ku yo'q. Ana shu odam bo'lashi. Qayerga qochasan? Bu ham yomon yuguradi. Dadajon, men keldim. Ye, qizim o'qishdan keldi-ku. Ishlaring yaxshimi qizim? Nima yangiliklar? O'qan choy? Endi siz qizingiz bilan faxrlanib yurasiz. Magistraturani qizil diplomga bitirdim. PhD o'qidim, dadajon, bilasizmi qanaqa mavzuda? Bu hayotga ayollarga erkaklar nima uchun kerak degan mavzusida. Erkaklar nima kerak? Ayollar o'zi uchun yashasin, o'zini sevsin. Nima erkakni qulligini qilib umrini o'tkazadimi? Siz tushunmayapsiz, dadajon. Hozir zamon o'zgargan. Ayollar ishlaydi, pul topadi. Nima kerak erkak? Umuman kerak emas erkak zoti. Tushundingizmi, dadajon? Siz meni har doim qo'llab-quvvatlagansiz. Bu fikrimni ham qo'llab-quvvatlaysiz. Demak, men ham kerak emasman desang, ha, bacham? Dadajon, men dada kerak emas demayoman. Erkak nima uchun kerak deyapman. Erkak umuman kerak emas. Mani erim Alfons. Men esa hali ham qaynonam bilan yashayman deja o'yligimni ham beraman-da. Alfons, qaynonam bilan turaman. Qullik davra yashayapsizlarmi? Ajrashinglar. Agar meni kursimni sotib olsanglar, yigit balayga yetib ketasizlar. Business lady bo'lasizlar. Biz ayollar birlashishimiz kerak. Mana siz necha yil eringiz bilan yashadingiz? 30 yil yashadingiz eringiz bilan. Nima ko'rdingiz? 30 yil xizmatini qilib, mana havoga uchirib yordingiz. Nima ko'rdingiz eringizga xizmat qilib? Bundan keyin erkaklar bizning hayotimizga umuman kerak emas. Erkaksiz ham baxtli yashaymiz. Onangga kecha mahallaga bomba tusham deyman-da. Jonim, men seni yaxshi ko'raman. Sen ham meni yaxshi ko'rasanmi? Keyin desam jon. Nima bo'lyapti? Mana yaxshi ko'raman, dadasi, shuni aytmoqchi edim.
Yaqinlashma. Astagfirullah. O'rta ish ko'ryapsiz. Uylanasiz kelganmi yo buni? Qo'lingni ber, men seni uzoqlarga olib ketaman. Unangim gör. To'g'da nima ayb? Jonim, sizdan bitta bo'z olsam maylimi? Ket tepaman. Unangim gör. O'zim uyimda qo'rqayapman. Uylantirmasam bu yetmagan. O'rto, zokir organizavat qil. O'rto! Ha! Nima gap? Nimaga keldinglar? O'rto seni ko'rishga keldi. Ha, qarang, hozirdan ko'rsalar, hamma o'ldiradi. Davay, hamma qaytib O'rto, o'yin atmosferasi boshqacha ekan-ku, bitta istoriya olaylik, ketamiz. O'ylasanlar, hozirdan ko'rsalik. O'rto, ilonlar vodiysidan huvlab qoldi-da. Kim bu? O'rto, e'tibor berma, novichok. Kim bo'la bacham? Ular jo'rlarim ilonlar vodiysidan keyin. İlonlar vodiysi? Hamsa? O tez uyuma keling, uyim küçük xona bo'ldi. Tez keling. Nima chaqiringiz, tinchlikmi? Nima qarang, küçük bosdi, küçük. Qanday qutulamiz bularni? Küçük otar nima deyapsiz sizlar? Jillimisiz hozir kuchuk otib bo'lmaydi-ku. Ketmayganmi bular, so'raqam? Tez. Yaqinla endi qachon anaqa ilonlar vodiysiga razvorot. O'rto, bizda razvorot yo'q, только period. Dada, amaki bular olib ketmay ekan, bir 2 oy qolmoqchi ekan sher. Bitta yo'li bor. Qanday yo'l? Uyingizda kalbasa bormi? O, qancha ish qilib ish beradimmi? Javob. Bolla, Abid. Rahmat amaqi. Nima bu yedimi? Berdim, men yeyapti, hozir 2 minutda. Rahmat addushi, maza qildik. Sala kalbasadan dorini ayirib yeyishga qanday kallang ishlar? Amaki, shurikda kuchuk kalla ishlar narsa qanday bizar kallamiz ishlamaydi. Dadam salom ber. Assalomu alaykum. Ana dada, o'ylandik. Ko'p yashang keling, ko'p yashang. Ish qilib kelin oyog'i quruq bo'lmasa bo'ldi. Nasib etsa quruq bo'lmaydi. Oh, bilim. Bu kelini oyog'i quruq keldimi deyman, shunga yiqildim-da. O'zingiz yiqildingiz-ku, ko'ryapman-ku, kelin nima aloqasi bor? Kelini oyog'i quruq keldi. Men shu paytgacha yiqilmaganman bacham. Kelini oyog'i quruq kelganda to'g'ri ham tuxum qo'ymaydi. Havo ham 50 gradus bo'lgan. Bu kelini oyog'i quruq keldi-da. Uzumlari pishgan, yaqara uzumlari hammasi pishgan. Bu kelini oyog'i quruq keldi-da bacham. Pishgan ya, kelin oyog'i nima aloqasi bor endi? Pishsa yaxshi-ku. Shu paytgacha pishmaganda-da bu uzum. Mashinam yonmaydi-da. Mashina benzin tugaganda bacham. Qo'yaylik qay benzin. Benzin qo'yaning foydasi yo'q, kelin oyog'i quruq kelgan baribir. Dada, do'ylar ko'tarilibdi. Voy. Bu kelin oyog'i yomon quruq keldi-da bacham. Shu paytgacha do'ylar ko'tarilmagandi. Kelin keldi, do'ylar ko'tarildi. Yomon oyog'i quruq ekan. Har kun 2 soat oyog'ingni ko'tarasan suv, haymi? Hey Jilli. Nimaga kelin oyog'ini yaqtak sotib qo'yibsan? Oyog'i quruq dedingiz, endi oyog'ini sug'oraman. Qani bir yaxshi bo'lib ketsa. Qo'ytir. Mat, holi ham o'tiribsanmi bu yirtiq tapchikani kiyib? Bunga qara, o'g'lim uzatdi Rossiyadan. Krokodil terisidan bo'lgan. Sen o'tiraver ana shunday. Bacham, Rossiyadan mayka bezayim uzat bir. Bu hamsa ustimdan kulayapti meni. Ismatjon? Hey Ismatjon. Ismatjon, nima nasrinangizga o'tiribsiz? O'g'ildan xabar bormi? Bor. Meni o'g'lim pul uzatdi. Sizniki nima uzatdi? Bizniki nevara uzatgan. Nevara? Bir ko'raylik, chaqirgan. Ko'rasizmi? Ha? Sasha, yonima pashol. Привет. Как ты? Чисто zokir o'zi ekan. Faqat soch sarg'agan, ha? Hamsa. Кто это, дедушка? Bu Husse Muka. Jillimisiz Hamsa? Siz meni hozir Husse un deyapsiz. Ammo Husse kapak-ku. Ha, kapak uni chiqardi, ha? Unda bu Husse Musur. Мусор. Oho, мусор. O'zing musur to'g'ri gapir. Sasha, papa где папа? Папа каждый день работаешь, потому что мама ужас.
Menga qara. Onang ujismi, dadang ishlaydimi? Muhim bir kishi uzatsa bo'ladi-ku, hamsi ham o'ylab berdi-ku, och. Amo. Papa millioner, деньги много, просто не отправили. Nima deydi? Nima? Puli ko'p, bachi dadammi deyapti. Kirishda yubora olmayapti pul deyapti. Bu jilli-ku bular, hamsi. O tez pay bokoz, Rossiyadan bemalol shaq uzatsa bo'ladi-ku. Tispay? Ha, bizni bacha ham tez paydan Rossiyadan to'xtab pul tashiydi. Xumo deysizmi, Uzkart deysizmi, Visa deysizmi, Luboyga tashiydi. Undan tashqari meni kommunal to'lovlarim bor-ku. Svet, gaz, suv hammasiga ash tez paydan tashiydi. Rostdan Tispaydan shunaqa qilsa bo'ladimi? Aha, hamsi. Sasha, давай пошёл Россия. Папа говорит, Tispay sketchat. Tushundingmi? Давай sur.